Assalomu alaykum. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 24-moddasi bilan tanishamiz. Diniy tashkilotlar reyestri. Ro'yxatdan o'tkazilgan diniy tashkilot adliya organlari tomonidan elektron tizimda yuritiladigan va hamma tanishib chiqishi uchun ochiq bo'lgan diniy tashkilotlar reyestriga kiritiladi. Reyestrda quyidagilar ko'rsatiladi: diniy tashkilotning nomi va uning qaysi konfessiyaga mansubligi, diniy tashkilotning joylashgan yeri, diniy tashkilot faoliyat ko'rsatadigan hudud, tashabbuskorlar, ishtirokchilar to'g'risidagi axborot aloqa bog'lash uchun ma'lumotlar, rahbar organning nomi va pochta manzili, aloqa bog'lash uchun ma'lumotlar, diniy tashkilot ro'yxatdan o'tkazilgan sana va boshqa axborot.